Fiyalka haqida ko'p savollar bo'pti qizlar. Fiyalkani parvarishiga keladigan bo'lsak, uni birinchi navbatda tuprog'ini to'g'ri tuproq berish kerak. Qanaqa berish kerak? 50-50 qilsa bo'ladimi? Penoplast bilan torf deb so'rabsizlar. Unaqa qilsa ham bo'ladi, lekin men har doim penoplast bilan torf, vermikulit aralashtiraman. Uchalasini bir xil miqdorda aralashtirib, tuprog'ini qilib olaman. Fiyalkani asosan tuprog'i yengil bo'lishi kerakda. Qachonki fiyalka tuprog'i yumshoq bo'lsa, yengil bo'lsa, yaxshi havo oladi fiyalka. Shunda yaxshi o'sadi. Agar fiyalkalar yaxshi o'sishini xohlasanglar, birinchi navbatda tuprog'i yumshoq bo'lishi kerak. Qattiq tuproqda fiyalka o'sa olmaydi. Shuning uchun tuprog'ini birinchi o'rinda. Keyin gullashiga keladigan bo'lsak, gullashi ertalab bir hafta davomida birinchi navbatda xonani shamollatish kerak. Ertalab vaqtli 1 soat xonani derazasini ochib qo'yishingiz kerak. Nimaga desangiz, xona harorati 17 gradusga, 15 dan 17 gradusga tushishi kerak. Shunda fiyalka o'zini salqin havo bo'lishi kerakda, bir sovuq yeyish kerak. Shunda fiyalka gullashga o'tadi-da. Bir sovuq yemasa, shu bir hafta davomida 15 gradus qilib bera olsanglar, 1 soat, keyin 20-25 kun davomida bo'lishi kerak. Shunda gullash anaqasiga o'tadi gullar. U sovuq bo'lganda yaxshi gullab beradi. Bir hafta davomida mana shunaqa qilsanglar, ertalab derazani ochib qo'ysanglar, shu fiyalka turgan derazani bir hafta 1 soatga ochib qo'yasiz. Keyin deraza yopib qo'yasiz. Keyin yana bitta usuli, hammasini bir vaqtda qilishinglar kerakda, shu bir haftaning ichida. Tegini mana shunaqa yumshatish kerak. 1 santimetrdan 3 santimetrgacha. Tegini hamma fiyalkangiz gullamayotgan fiyalkalaringizni mana shu tegini mana shunday yumshatib chiqishingiz kerak. Havo oladi-da, ildiziga havo borib, gullatishini tezlatib beradi sizga. Keyin agar dori beraman desangiz, fiyalkaga o'zi aslida dorilar berish shart emas, lekin dori anaqasi bo'yicha beraman desangiz, 1 litr iliq suvga, qaynab sovigan suvga 2 tomchi yod solasiz-da, 4-5 tomchi limon suvi, 1 choy qoshiq shakar. Yaxshilab aralashtirib 10 daqiqa qo'yib qo'yasiz. Va keyin o'sha suvni bitta idishga solib, fiyalkangizni o'sha suvga tuvagini qo'yib qo'yasiz 10 daqiqaga. 10 daqiqaga qo'yganingizdan keyin u o'ziga kerakli suvni oladi. Gullamagan fiyalkaga qilasiz buni, gullaganga qilmaysiz va bir haftada 2 marta qilasiz. Va shu bilan bo'ldi, boshqa bermaysiz unaqa suvni. Chunki fiyalka kuchli dorilarni yoqtirmaydi. Kuchli unaqa dori berish ham shart emas gullash uchun. Fiyalkani o'zi gullashi yaxshi gullaydi. Parvarishini to'g'ri bersangiz, dorisiz ham yaxshi gullab beradi sizga. Shu men aytgan suvni tayyorlab bir haftada 2 marta berib, boshqa bermasangiz 20 kun, 25 kunlardan keyin уже tegida bunaqa mo'g'jalashini ko'rasiz. 20 kunda mana bunaqa ko'rayotgan bo'lsanglar, mo'g'ja bor. Mana shunaqa kichkina mo'g'jalash boshlaydi. Keyin sekin bunaqa bo'ladi. 1 oylarda уже mana bunaqa
ko'p buton bo'lishini xohlasanglar, salqinlik yaratib bering gulingizga. 15-17 gradusni ertalab 1 soatcha yaratib bera olsangiz, xonani salqin qilib bera olsangiz, bir hafta mana shundoq ketma-ketlikda keyin уже gullashni boshlaydi. Gul nima bo'layotganini tushunmaydi, sovuq. Birdan sovuq kelganda gul nima bo'layotganini tushunmaydi, gullash anaqasiga o'tib ketadi. Va sizga fialkangiz birdan gullashni boshlaydi. Birinchi mo'g'jalab turadi, bir haftacha turadi, kichkina mo'g'jasi. Keyin 10-15 kundan keyin mo'g'jasi sal katta bo'lib, mana bu 1 oy deganda mana shunaqa mo'g'jasi уже mana shunaqa katta bo'ladi. Pishni gullaydi. Yaxshi parvarish bersangiz, eng muhimi tuprog'ini yumshoq qiling, keyin fitselga qo'ying. Mana shunaqa fitselga qo'yaman. Fitselga qo'yasiz. Tegi kapron. Oddiy ayollar kaproni shuni kesib, shunaqa bog'lab qo'ysangiz, kaprondan suv ichishi osonroq gullari. Shuning uchun kapron qilgan yaxshi, menimcha deb o'ylayman. Men hamma gullarimga, hammasiga mana shunaqa kapron qilib chiqqanman. Kapron qilganingiz yaxshi gullarga. Tegi fitselga qo'yganingiz nimasi yaxshi? U o'ziga kerakli suv ichadi. Hamma fialka har xil suv ichadi. Bittasi ko'p ichadi, bittasi kam ichadi. Bir xilgisi juda kam ichadi, bir xilgisi juda ham ko'p ichadi. Shuning uchun siz uni qaysi biri qanaqa suv ichishini bilmaysizda. Fitselga qo'ysangiz, o'zi etadi. Tagiga qaraysizda, buncha. Buncha. Fitselga qo'ysangiz, o'zi etadi qancha suv ichishini. Tegi tarelkasidagi idishidagi suv kamaygandan keyin to'ldirib qo'yasiz. U sizga oson ham bo'ladi. Fitselga qo'yish, parvarish qilishingiz osonroq ham bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, podpiska bosib, yaqinlarga tarqatib qo'yishni unutmang. Nima savolinglar bo'lsa, kommentga yozsanglar, men keyingi videoni o'shanga qarab sizlarga foydali bo'ladigan videolar chiqarishga harakat qilaman.